حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muvahhid birodarlar va muvahhida opa-singillar, Allohning izni bilan va Allohning yordami bilan alhamdulillahki yana biz mana bu bugunga yetib keldik. Alloh subhanahu va taolo bizga fursat berdiki, mana bu tavhid darsliklarini davom ettirishlikka. Yana Alloh subhanahu va taologa hamdar bo'lsin. Bizda mavzuyimiz la ilaha illalloh, ya'ni tavhid kalimasi bo'lgan la ilaha illallohning shartlaridan edi. Ularning shartlaridan biz ash-shartur robi' biz 4-chi yetib kelgan edik. 4-chi sharti al-inqiyad. Al-inqiyad al-munafi lit-tark. Ya'ni bo'ysunish va uni ziddi bo'lgan, ya'ni bo'ysunmasdan tark qilishlik. Bo'ysunmasdan tark qilishlik. Va bu albatta va ya'budulloha vahdahu, Allohni o'zigagina ibodat qilishlikka bo'lgan bo'ysunishdir. Inson, ya'ni ibodatning ma'nosi ham o'zi bo'ysunish. Ya'ni lug'aviy bir ma'nosi ham ibodatni bo'ysunish, ya'ni zul degan har bitta, ya'ni ibodat mavzusiga kelsak, ibodatni ham lug'at nuqtai nazaridan va shar'iy nuqtai nazaridan buni aytib o'tamiz. Ammo bo'ysunish bor bizda, keyin qabul qilishlik bor. Bo'ysunish bor va qabul qilishlik. Bo'ysunish bilan qabul qilish orasidagi farq balki shudir: bo'ysunish amal qilish, ya'ni bo'ysunish amal qilish. Al-inqiyadu huval ittiba'u bil af'al wal qabulu izharu sihhati ma'na qawl wa yalzamu minhuma jami'an al-ittiba', walakin al-inqiyad huwa al-istislam wal iz'an wa 'adami tarki shay min shuruti la ilaha illalloh. Ya'ni bo'ysunish bilan qabul qilishlik albatta orasidagi farqni biz bildik. Annal inqiyad, ya'ni bo'ysunish amal qilish, ittiba' bil af'al ergashishlik, amal qilishlik bilan, ya'ni fe'llar bilan. Ya'ni amal qilish bilan ergashish bo'lsa, qabul qilish uning ma'nosini, ya'ni to'g'riligini so'z bilan. Wal qabulu izharu sihhati ma'na zalika bil qawl. Qabul qilish, ya'ni uning ma'nosining to'g'riligini so'z bilan izhor etishdir. So'z bilan. Misol, la ilaha illallohni inson so'z bilan aytsa, qabul qilsa qalbi bilan, amali bilan bo'ysunadi shunga. Amali bilan shunga bo'ysunadi. Allohni o'zigagina ibodat qiladi. Sajdani Allohga qiladi. Qurbonlikni Allohga qiladi. Duoni Allohga qiladi. Va boshqa hukmda Allohning hukmiga bo'ysunadi.
boshqalarni hukmiga bo'ysunmaydi. Barakallohu fik. Va buni tili bilan zohir, ya'ni tili bilan izhor. Izhor ya'ni tili bilan chiqaradi mana shuni. Bu ikkisi ham ergashishlikni shart qiladi. Faqat bo'ysunish, taslim bo'lish, bo'yin egish va Allohning hukmlaridan birontasini ya'ni tekshirmaslik hamdir. Bo'ysunish, taslim bo'lish ya'ni. Bo'ysunish, taslim bo'lish huval istislam val iz'an va adami tarki shay va adami tarki shay min shuruti la ilaha illalloh. Ya'ni la ilaha illallohning shurutidan bo'lgan va Alloh subhanahu va taolo vaqt ya'ni har qachonki bir hukmni chiqaradi, inson unga taslim bo'ladi va so'ramaydi uni. Nimaga Alloh mana bu hukmni chiqardi? Nimaga bunday qildi? Nimaga unday? Bo'ysunadi unga, taslim bo'ladi. Ammo ba'zi qalbida marazi bo'lgan, nifoqi bo'lgan kishilar qidiraveradi, ayb qidiradi. Va shu bilan adashib ketadi. Inson Allohning hukmiga ana shunday bo'ysunish kerak va unga hech ham ya'ni savol qilmaydi unga. Xuddiki sahobalar aytishdiki, sami'na va ata'na. Biz eshitdik va itoat qildik. Eshitdik, tekshirib, so'roq qilib, keyin itoat qildik deyishmadi. Balkim ular hech qanday so'zsiz Alloh taoloning buyrug'iga itoat qilishdi. Va Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va anibu ila robbikum va aslimu lah." Zumar surasining 45-oyatida 45 mi 54 bo'lsa kerak, vallohu alam. Ya'ni Robbilaringizga qaytinglar. Va anibu. Anibu albatta bu ana shu tavba so'zidan bo'ladi. Inobat qilish, qaytish Allohga va unga bo'ysuninglar, taslim bo'linglar. Allohga tavba qilib qaytinglar va unga bo'ysuninglar. Va boshqa joyda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi va huwa muhsin." Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki: "Va man ahsanu dinan." Va haqiqiy musulmon bo'lgan holida o'zini Allohga topshirgan kishining dindan ham go'zalroq din bormi? Ya'ni o'zini haqiqiy mana shu to'liq to'ks Allohning diniga o'zini topshirgan, haqiqiy musulmon bo'lgan holida o'zini Allohga topshirgan kishining dinidan ham go'zalroq din bormi? Ya'ni jannatga kiraman degan musulmon kishi ana shunday bo'ladi. Shuning uchun biz haqiqiy tavhidga chaqiramiz. Ya'ni musulmonlar shunday bir zohirida shunday odamlar uchun o'zi musulmonman deb namoz ham o'qisa va uni ichida tavhidning nima ekanligini bilmasa,
albatta biz zohirda bir kishining namozini ko'rsak aytamiz u musulmon, lekin u o'zini najoti uchun tavhidni o'rganishi kerak. Jannatga kiraman degan odam tavhidni bilmasdan jannatga borolmaydi. Tavhid o'rganmasdan jannatga borolmaydi. Tavhidni bilmagan odam musulmon bo'lmaydi. Va mana bu bizning darslarimiz. Albatta insonlar tavhidni bilib jannatga borishlikka harakat qilish kerak. Tavhidni bilmagan odam jannatga borolmaydi. Shak shubhasiz. Va Alloh subhanahu va taala boshqa joyda shunday deb marhamat qiladiki: "Va man yuslim wajhahu ila Allohi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa va ila Allohi aqibatul umur." Kim chiroyli amal qilguvchi bo'lgan holida o'zini Allohga topshirsa, bas u mustahkam halqani ushlabdi. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Va amrlarning oqibati Allohga qaytadi. Shuning uchun inson haqiqiy musulmon bo'laman, haqiqiy muhsin bo'lishlikka harakat qilsa, marhamat, dinga to'la to'kis kiradi, amal qiladi, dinda xodimi bo'ladi. Inshaalloh buni evazi jannat bo'ladi. Dunyoda ham aziz yashaydi, oxiratda ham aziz bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham buni, ya'ni bu hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham aytadilarki: "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih." Ya'ni sizlarni bittalaring iymon keltirmaydi toinki o'zini havosini menga ergashtirmaguncha. Va hada huwa tamamul inqiyad. Va hada huwa tamamul inqiyad va g'oyatuhu. Va bu inqiyot, ya'ni bo'ysunish, taslim bo'lishlikni tamomi bu. Hammasi bu. Ya'ni inson havasini bir chekkaga suradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdimi? Alloh aytdimi? Payg'ambarimiz aytdimi? Shunga bo'ysunaman. Sahobalarning tushunchasi bilan. Sahobalar qanday tushundi? Chunki Qur'on ularga tushgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'shalarning zamonida bo'lgan. Va ana shular qanday tushungan bo'lsa, ana shunday tushungan bo'lsa, ana shunday tushunib dinda ana shunga amal qilsa, inshaallohki dunyoda ham aziz yashaydi va havasini payg'ambarimizga ergashtirsa, dunyoda ham aziz yashaydi. Alloh ham uni yaxshi ko'radi. Xuddiki boshqa oyatda aytgandeki: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni." Oli Imron surasining 31-oyatida ayting ularga. Kimga? O'sha kishilarki, ya'ni da'vo qilishadiki, biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Fattabi'uni.
menga ergashsinlar. Senga fattabi'uni, senga ergashsinlar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Ey insonlarki, ya'ni Allohni yaxshi ko'ramiz deydigan kishilar, menga ergashinglar. Yuhibbukumulloh. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi deb turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tili bilan, ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytyapti. Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashgandan keyin Alloh bizni yaxshi ko'radi va gunohlarimizni kechiradi. Va bu hadisda zikruhu an-Nawawi fil 40 an-Nawawiyya va bu kitabul hujja va was-sahihu isnaduhu. Ya'ni isnodi sahih bo'lgan kitabul hujjada keltirgan. Navaviy ham o'zini shu 40 ta va 42 ta jamlangan hadisida buni ham keltirgan. Va vanzur al-kalamu ala al-hadith fi jami' al-ulum wal-hikam libn Rajab al-Hanbali rahimahulloh. Ibn Rajab al-Hanbali o'zlarini Jami'ul ulum wal-hikam shu 40 an-Nawawiyga sharh bergan. 338 ana shu betida keltirgan, sahifasida ya'ni. Endi buni chopiga qaraladi, chopini betda keltirmagan. Shuning uchun barakallohu fikum ana shunday inson o'zini to'la to'kis. Xuddiki bu yerda aytayotgandek, va hada huwa tamamul inqiyad va g'oyatu. Ya'ni bu mana bu inqiyodni, ya'ni to'la to'kis hammasi bo'lgani. Barakallohu fikum. Va boshqa joyda ham Alloh subhanahu va taolo shunday deb marhamat qiladiki, yo'q, ya'ni فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Yo'q, Robbingizga qasamki, ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'ysunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar. Ya'ni ularning iymonlari to'g'ri bo'lishda uning hukmiga taslim bo'lishi, ya'ni iymonli bo'lishligi uchun inson Allohni va uni rasuli olib kelgan hukmga to'la to'kis taslim bo'lishi kerak. Agar taslim bo'lmasa-chi, taslim bo'lmasa la yu'min, iymoni yo'q bunday odamlar. Misol uchun Alloh subhanahu va taolo aytadiki, xuddi aytgandiki, afatu'minuna bi ba'dil kitabi va takfuruna bi ba'd. Ba'zi bizni oyatlarimizga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lasizlarmi? Masalan, bugungi kunda o'zini men musulmonman deydigan kishilarni qarasangiz, Allohga bo'ysungan, Allohga sajda qiladi, masjidlarga borib sajda qiladi, Allohga boshini, peshanasini qo'yib yig'laydi va masjiddan chiqib to'g'ri tog'utlarni mahkamasiga borib o'zini muammosini hal qiladi. Ya'ni bunday insonlar hali tavhidni tushunmagan inson. Sajdani Allohga qiladi,
hukmga bo'lsa borib tog'utlarga bo'ysunadi. Mana bunday insonlar musulmon emas. Bular Allohga to'la taslim bo'lmagan. Bular faqat namoz, ya'ni bularni aytishlaricha, ya'ni bular shunday demoqchi bo'ladilarki, ey Alloh, biz namozga senga bo'ysunamiz, hukmga kelganda biz seni Qur'oningga emas-u, biz mana bu tog'utlarga bo'ysunamiz. A'udhu billah. Shuning uchun inson to'la to'kis Allohga taslim bo'lmagunicha hukmda ham, namozda ham, oldi berdi, halol harom, Allohning hamma hukmlariga taslim bo'lmagunicha, bunday insonda iymonlik bo'ysunmagunicha iymonlik deyilmaydi. Mana bu 4-sharti. La ilaha illallohning 4-sharti. Ana shunday inson Allohga taslim bo'lishligi kerak. Taslim bo'lmasa, bunday insonni ya'ni iymoni qabul emas. Barakallohu fikum. 5. Bu as-sidq al-munafi lil-kizb. Kazib yani. Sidq buni ziddi kizb, ya'ni yolg'ondir. Uning ziddi yolg'ondir. Rostgo'ylik uning ziddi yolg'ondir. وهو أي يقولها وهو صادق لذلك صدقا من قلبه يطابق قلبه لسانه ولسانه قلبه، فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فيكون من جملة المنافقين، كما قال سبحانه عنهم أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله فكذبهم الله وقال تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Yani bu yerde sidq va bir kishini sodiq, sidq, rostgo'ylik bilan aytgan kishi shunday kishi bo'ladiki, uni ana shu aytgan so'zi qalbi bilan muvofiq bo'lsa. Ammo agar bu kishi tili bilan aytsa-yu, qalbi bilan sidqlik bo'lmasa, qalbi bilan bo'lmasa, yo boshqa so'z bilan aytilganda, misol so'zlar borki, aytadilarki, laysa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin shay'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iymon tamanno, orzular bilan, ya'ni vujudga kelmaydi. Yo'inki tahalliyalar bilan, ya'ni bir kishi kelib alhamdulillah men musulmonman, la ilaha illalloh deyaversa, bunday bilan faqat vujud, ya'ni faqat shu bilan vujudga kelmaydi. Balki iymon shunday narsaki, qalbga mustahkam joylashgan va uni ana shu amal tasdiq qiladi deydi. Amal tasdiq qiladi. Shuning uchun sidqlik ham shunday, til bilan aytadi, qalbi tasdiq qiladi va bu til bilan aytgan, qalbi tasdiqlaganda amali ham tasdiq qiladi. Munofiqlar bo'lsa aytishdiki, munofiqlar ya'ni til bilan aytadi-yu, qalbi tasdiq qilmaydi. Til bilan aytadi,
balkim amalida ham ba'zi narsalarga amal qilishligi mumkin, ammo qalbi uni qabul qilmaydi. Va munofiqlar xuddi Alloh subhanahu va taolo shu Munofiqun surasida birinchi oyatida aytadiki, biz idza ja'akal munafiquna qalu, munofiqlar kelib aytishdiki, nashhadu innaka la rasululloh, biz shahodat beramizki sen Allohning rasulidirsan. Alloh subhanahu va taolo aytdiki, ular yolg'on aytadi. Ya'ni bularning yolg'onchi ekanligini aytdiki, vallohu ya'lamu, Alloh biladi sen Allohning rasuli ekanligini. Va Alloh shahodat beradiki, bu munofiqlar yolg'onchi bular. Ya'ni bu shahodatlarda yolg'onchi bular. Shuning uchun la ilaha illallohni aytgandan keyin inson sidiqlik bilan aytishligi kerak. Buni xuddiki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgandeki, faqad sabata ishtarata as-sidq fi ash-shahada fi al-hadith as-sahih qala ma min ahadun yashhadu an la ilaha illallah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an-nar. Al-Bukhari ma'a al-Fath min hadith Mu'adh va Muslim. Muslim 61-hadis bilan va Buxoriy ma'al fath, ya'ni Fathul Bori bilan birgalikda, ya'ni birinchi jild 226-beti yoki sahifasi deyiladimi, shunga keltiradi. Yana bu hadisda uning shart, ya'ni ekanligi ushbu sahih hadisda vorid bo'lgan deb, kimda kim la ilaha illallohni qalbidan tasdiqlagan holda aytsa jannatga kiradi. Albatta jannatga kiradi. Shuning uchun inson agar la ilaha illallohni tili bilan aytib, qalbi bilan tasdiqlab, bu holatda bunday inson jannatga kira olmaydi. Tili bilan aytib, qalbi bilan tasdiqlanasa. Va boshqa oyatda ham Alloh subhanahu va taolo ya'ni munofiqlar haqida gapirib, munofiqlarni yolg'onchi ekanligini aytib, boshqa joyda ham Alloh subhanahu va taolo aytadiki, odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, o'zlari mu'min bo'lmaganlari holda Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdik deydilar. Baqara surasining 8-oyatida. Ya'ni shunday insonlar ham borki, ular misol uchun o'zlari mu'min emaslar. O'zlari musulmon emas. Va minan nas man yaqulu amana billahi va bil yawmil akhir va ma hum bimu'minin. Shunday insonlar ham bormi desa, ha bor. Mana shu munofiqlar kelib da'vo qiladi, lekin o'zini da'vosida emas. Ular ya'ni bu da'vodan tashqarida bular. Barakallohu fikum. Va mana bu edi, ya'ni ikkita sharti. Bugungi kunda shu bilan darsimizni yakunlaymiz. Ya'ni sidq, rostgo'ylik va bunga yana ana shu oyat ham kiradi. Ankabut surasidagi oyatni biz boya o'qigan edik. Bu oyat ham kiradi bunga. Alloh subhanahu va taolo
أحسب الناس يتركوا يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Odamlar yana iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida qo'yilishlarini o'ylaydilarmi? Albatta holbuki biz ulardan avvalgi iymon keltirgan barcha kishilarni imtihon qilgan edik-ku. Bas shu imtihon vositasida albatta Alloh iymon keltirdik deb rost so'zlagan kishilarni ham, yolg'onchi kimsalarni ham aniq bilur. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bunday insonlarni imtihon qiladi. Iymon keltirgandan keyin har bir insonlarni Alloh subhanahu va taolo imtihon qiladi. Va sodiq bo'lgan kishilari kim va kazzob, yolg'onchi bo'lganlari kim? Ya'ni allazina sadaqu fi da'wahumul iman mimman huwa kadhibun fi qawlihi wa da'wahu wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu wa hadha mujma'un alayhi 'inda a'immati as-sunnah wal jama'ah. ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل إلا لنعلم إلا لنرى وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. يعني bu Ibn Kathirda kelgan xulosasi shuki, ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'sha kishilarki walaqad fatanna allazina min qablihim falya'lamanna Allohu allazina sadaqu va la'lamanna al-kadhibin ay ya'ni allazina fi da'wahum, ya'ni o'sha kishilarki misol o'zlarini da'volarida nima deyishdi? Biz sodiqmiz deyishdi. Ya'ni kishilarki o'zlarini da'vo qilib biz o'sha da'volarimizda misol sodiq degandan keyin uni Alloh subhanahu va taolo nima qiladi? Imtihon qiladi. Iymonlarida da'vo qildiki biz ya'ni sodiqmiz deb va shuningdek mimman huwa kadibun va jumladan ya'ni yolg'onchilarni ham Alloh subhanahu va taolo bu yerda aytdi. Barakallohu fikum. Shuning uchun buni ham ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zi bilardi. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zi ya'ni Ibn Abbos aytayaptilarki, toki biz bilishimiz uchun Alloh taolo bo'lib o'tgan, ya'ni iymon da'vosida sodiq bo'lganlarni yolg'onchilardan ajratib ko'rsatur Alloh subhanahu va taolo insonlarga. Va Alloh subhanahu va taolo bo'lib o'tgan, bo'layotgan va bo'lmagan narsalarni agar bo'lganida ham biladi. Bu ahli sunna va jamoa imomlari nazdida ijmo qilingan, ya'ni masaladir. Shu sababli Ibn Abbos va boshqalar mana bu oyatdagi toki biz bilishimiz uchun lina'lama Baqara surasining 143-oyatida kim xohlasa Ibn Kathirda mana shu tafsirni ko'rsin. Ibn Abbos keltiryaptiki,
toki biz bilishimiz uchun degan oyatdagi bilishimiz so'zini ya'ni ko'rishimiz uchun deb tafsir qilganlar. Chunki ko'rish mavjud bo'lgan voqelikda sodir bo'lgan narsaga bog'liqdir. Ilm esa ko'rishdan ko'ra umumiyroq bo'lib, u ham yo'q narsaga ham mavjud narsaga bog'liqdir deydilar. Ya'ni demak bu yerda ko'rishlik Alloh subhanahu va taolo, bilishlik Allohga, Alloh biladi, ko'rishlik bizgadir. Mana bu yerda Ibn Abbosning aytishidan agar biz olsak tafsirlardan, buni ko'rishlikka ya'ni tafsir qilyaptiki, biz yana ko'rishimiz. Musulmonlar, haqiqiy muvahhidlar tez tanishadi. Kishilarki agar la ilaha illallohni yolg'ondan aytganmi yo rostdan aytganligini tez tanishadi. Barakallohu fikum. Mana bu edi bugungi bizni ya'ni darsimiz. Ikkita shartini Allohning yordami bilan qisqa suratda biz sharhladik va Allohning izni bilan boshqalarni boshqa darslarimizda inshaalloh keyingisi ya'ni 6-shart bilan 7-shartni sharhlaymiz. Bu bo'lsa 6-si ixlos. Ixlosga yetib keldik. Ixlos bilan muhabbat. Ixlos ziddi shirk, muhabbat bo'lsa ziddi bug'z bo'ladi. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu